Hürmetli kuzatuvchilarimiz, bu videomuzda sizlere avtosalonumuzdaki egelerden satıp berərək Largus avtomobilimizi zor bahada koyup aksiya qılıb berəmiz. Videonu axırınaca görüşlərinizi sorab qalamiz. Maşinamız hakkında məlumat berib ötədən bolsam 2014-cü ildə işləb çıxarılan maşinamız 400.000 kilometr yol baskan. Kraskesi bir-birində medəç vida petnoları var ekan, yerlərin açışı boyunca bemalı ustalarda göstərib tekşirtirib xarid qılarız maşinamız. Zor sosteniyada, haydashga tayyor holatda. Bahosini e'tibor qilasizlar yurtdoshlar. Yerlarına srochniy pul kerak ekan, shu sababdan bahosini tushirdilar. Mashinamiz bahosi 80 million so'mda turadi. Naq pul bilan kelsangiz endilikda bemalı 75 million so'mga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Aksiyani zo'ri bizada kelaverasizlar. Yerlerine srochniy pul gerek. Maşinamızı kredit etib aluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsa 13 million bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lov 2 millionda boshlanib 800 ming so'mda tugaydi. Muddati 3 yil bo'ladi. Kelaverasizlar, mashinamizni ko'rsatib o'taman. Kuzovini kuzatishlaringiz mumkin. Hech qanday defekt yo'q mashinamizda. Ideal sosteniyada turibdi. Bemalol o'zlaringiz uchun ustalarga ko'rsatib tekshirtirib xarid qilaverasizlar. Zo'r sosteniyada mashinamiz. Kuzufundan hech qanday malol defekt tapmaysizlar mashinamizda. Yumshoq baloqlar tayyor. Motor qismini ko'rsatib o'taman. Kuzatishlaringiz mumkin. Dizel kontachka mashinamiz Renault motor. Tayyor holatda. Salon qismini ham ko'rib o'tamiz. Salon qismi matoy bo'lib turibdi. O'zini rodnoy chexollarida mashinamiz. Zo'r holatda. Teylari döşelgan, poliklar ham bor. Bagaj qismini ko'rsatib o'taman. Mashinamizda bir dona 100lik, bir dona 65lik metan gaz balonlar qo'yilgan do'stlar. Kelaverasizlar. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomer qoldiramiz, biza bilan bog'lanib aloqaga chiqib kelaverasizlar. Ustundagi egalarini chaqiramiz, kelishtirib savdo qilib beraveradilar o'zlari. Kelaverasizlar, nimalarni kutib qolamiz, pastdan nomer qoldiramiz, biza bilan bog'lanib aloqaga chiqib kelishlaringiz mumkin. Mashinamizni narxini aytib o'tdim, 75 million so'm. Hammalaringizni kutib qolamiz. Bog'at aka-uka avtosavdo jamoasi 24/7 xizmatlaringizda. Kelaverasizlar, kutamiz. Rahmat. Oxirgacha kuzatib borganlaringiz uchun.